Hammaga assalomu alaykum. Yangi obyektimiz 2 xonali uyimizda Evrolux kvartiramizda 6-qavatda joylashgan. U-Tower, застройщик Murad Building. Shundoq закрыто охраняемый двор номер 1 turibdi Дружбада. Так, kirishimizda mana bunaqa prixожий, полный shkaflarimiz zerkalni ko'rishingiz mumkin. Umumiy maydon 72 kvadratli metr. Hozir polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Bu yog'ida sanuzel. Hamma mebel texnikalari importni, ispanskiy kafellar qo'yilgan. Dushovoy sistemalar ham juda ham anaqalari franki qo'yilgan. Полностью по периметру balkon qilingan, terrasali balkon. Bu yog'ida oshxonamiz. Полный mebel texnikasi idealni qilingan. Bo'sh texnikalarimiz. Посудомоечная mashinka, кофе mashinka, blenderlar, hamma narsa full komplektatsiyasi bor. Крытый холодильник. Hozir vidlarni ko'rsatib o'taman. Bu bizning zal. Endi bilasiz, Evroluxda unaqa biz o'rganib qo'yganmiz, stol qo'yishmaydi unaqa mebel. Bu televizorimiz. To'nkelini qarang. Shuni ko'rsangiz kartinami deb o'ylaysiz. Birinchi ko'rganda buncha chiroyli kartina deb aytib qo'yganman. Bu televizor ekan. Bu yog'ida mana bunaqa o'tiradigan joy. Hozir vidlarni ko'rsatib o'taman. Va spalniy xonamiz. Spalniyani qaranglar. Полный за границей o'xshagani hozir remontlarni qilishyapti. Полукруглый спальня. Вот гардеробный, подсветкали, va затемнённый oyna. Kiyim ko'rinmaydi. Ko'pchilik kiyimlar ko'rinishi yoqmaydi. Va bu yerda balkonga chiqishi bor va endi hozir sizga eng sentralniy chiqishini ko'rsatib o'taman. 12 kvadrat, почти balkonimiz. Qaranglar vidlarni. 3-etajda bilasizlar, детский площадка, zona, прогулочная zona, sportzal. Mana vidlarini. Любое направление ko'rishingiz mumkin. Mana qarang. Uzunligini qaranglar. Metro, Дружба народ, Hilton, hamma shagovoy dostupnosti. Shunaqa uylarga niyat qilib, mazza qilib yashasa bo'ladi. Yoshlar, er-xotinlar yoki arendaga topshiraman desangiz, inostranslarga вообще uchib ketadi bu uyimiz. Ma'lumot uchun 93 9 64 00. U-Tower, Shayxontohurskiy rayon, orientir Дружба. Yoqqan bo'lsa, klass bosinglar.